Kimdadir o'xshab, kimdadir o'xshamayotgan shokoladli pastani bugun men ham tayyorlab ko'rdim. O'zi ham naqd 1 litr chiqdi. Bizga kerak bo'ladi 400 gram perimilka sutlari, 250 gram shokolad, 100 gram sariyog', 100 gram skurshonniy moloko va 200 gram pechenye. Massani gazga qo'yib eritamiz, lekin qaynatib yormaymiz. Pechenyelar ivigandan keyin blenderga solib, yaxshilab bitta massa bo'lguncha blender qilib olamiz. Mazasi qanaqa chiqarkin deb ikkilanib o'tirmasdan albatta tayyorlab ko'ring. Shu shokoladli pasta ishtirokida sizlarga berliner ponchiklarini tayyorlab ko'rsataman. Buning uchun maliy oshirma xamirlari kerak bo'ladi. Xamir shunaqa 12 ta 13 ta zbolachaliga bo'lib olamiz. Yoqizguncha birpas sindirib qo'yamiz. O'rtadan past olovda 200 qizarguncha qovurib olamiz. Issiq holida shakarga botirib, o'rtasini shunaqa teshikcha hosil qilib olamiz. Orasini esa tayyorlab qo'ygan shokoladli pastamiz bilan to'ldirib chiqamiz. Ishoninglar, shunaqangi mazali bo'ldi. Videoni hali ham shu shokoladli pastadan tayyorlashga ikkilanib o'tirgan tanishingizga yuborib qo'ying. Video uchun bitta like bosib qo'ying. Kimdadir o'xshab, kimdadir o'xshamayotgan shokoladli pastani bugun men ham tayyorlab ko'rdim. O'zi ham naqd 1 litr chiqdi. Bizga kerak bo'ladi 400 gram perimilka sutlari, 250 gram shokolad, 100 gram sariyog', 100 gram skurshonniy moloko va 200 gram pechenye. Massani gazga qo'yib eritamiz, lekin qaynatib yormaymiz. Pechenyelar ivigandan keyin blenderga solib, yaxshilab bitta massa bo'lguncha blender qilib olamiz. Mazasi qanaqa chiqarkin deb ikkilanib o'tirmasdan albatta tayyorlab ko'ring. Shu shokoladli pasta ishtirokida sizlarga berliner ponchiklarini tayyorlab ko'rsataman. Buning uchun maliy oshirma xamirlari kerak bo'ladi. Xamir shunaqa 12 ta 13 ta zbolachaliga bo'lib olamiz. Yoqizguncha birpas sindirib qo'yamiz. O'rtadan past olovda 200 qizarguncha qovurib olamiz. Issiq holida shakarga botirib, o'rtasini shunaqa teshikcha hosil qilib olamiz. Orasini esa tayyorlab qo'ygan shokoladli pastamiz bilan to'ldirib chiqamiz. Ishoninglar, shunaqangi mazali bo'ldi. Videoni hali ham shu shokoladli pastadan tayyorlashga ikkilanib o'tirgan tanishingizga yuborib qo'ying. Video uchun bitta like bosib qo'ying.